Huzurunuzni buzishga yo'l qo'ymang. Abdori Muhammad Yusuf. O'zini qiynash, kelajakdan g'am qilish, o'tgan ishlarga qayg'urish ruhining sapliqiga dog' yetkazadigan, ko'ngilni bearam qiladigan, mijozdagi tamponlikni buzadigan va o'zini asli mohiyati bo'yicha ko'rishdan to'sadigan bir ofatdir. Bu yerdə bizning ulgimiz və yo'lboshchimiz Hazreti Muhammad alayhissalomning har namozda salom berishdan burun və atigan oqshomlari Alloh taologa sig'inib g'am qayg'udan panoh tilganligining və musulmonlarga shundoq qilishni o'rgatganligining hikmati o'ttirg'a chiqadi. Payg'ambar alayhissalom mundaq deb duo qiladi. Ya'ni: "Ey Alloh, men sening qulingman, qulingning va dedikingning o'g'liman. Taqdirim sening qo'lingdadir. Mening uchun taqdir qilganlaring har zaman yurgichi va adolatning o'zidir. Ey Alloh, o'zing shundoq atagan yoki kitobing orqali tushirgan yoki bandalaringdan birarsiga bildirgan yoki o'z dargohingdagi g'oyiblar qatorida bizlarga bildirmagan barcha ismlaringni vosita qilib, sendan Qur'on Karimni ko'nglimning bahori, qalbimning nuri, qayg'ularimni yo'q qilg'ichi va andishlarimni ketkizuvchi qilishingni so'rayman." Her namazdan keyin salom berishdan burun bunu duani qiladi. Yani: "Ey Alloh, sana sig'inib g'am qayg'udan, ojizlikdan, g'ururlikdan, bexillikdan, qo'rqinchoqlikdan, qarzdorlikdan va kishilarning qahridan panoh tilayman. Taqatimizning sirtidagi ishlarga o'zimizni zo'rlash orqali ruhimizni va badanimizni qiynashimiz o'zimizga o'zimiz o'g'il qilganligimizdir. Şuna ruhimizning, aqlimizning va badanimizning haqqini berishimiz, ularni hurmatlashimiz va asrashimiz lozim. Biz badanimizni asırsak, badanimizmi bizni asraydi. Bizning ig'irligimiz va jafolarimizni ko'tardi. Agar biz badanimizni taqatimizning sirtidagi ishlarga zo'rlash bilan qiynab qo'ysak, badanimizmi bizni qiynab qo'yadi. Ruhimizning sopligini saqlash uchun g'am qayg'udan yiroq turishimiz va o'zimizga g'am qayg'u ilib kelgan ishlarni qilishdan saqlanishimiz lozim. Badanimizning faoliyatchanligini saqlash uchun uni rohatlantirishimiz, asrashimiz va qo'g'dishimiz lozim. Payg'ambar alayhissalom bir sahobining kechasi uxlamay namoz o'qib, kunduzi uzmay ro'za tutishga boshlaganligini anglab uningga: "Undaq qilma, kechasi uxla, kunduzi tirikchilik qil. İxtiyari ro'zani bir kun tutqin, yana bir kun tutmag'in. Chunki sening ustingda badaningning haqqi bor, ko'zingning haqqi bor, ahli avlodingning haqqi bor" degan. Bir odam cho'lda kunlab aram olmasdan yo'l yurganlikdan qattiq charchab ketgan bo'lib, u chat yezdagi bir o'limaning yiniga bordi va uningga: "Men sizlardan hikmat o'ginay deb keldim" deydi. Heliqi o'lima uni qizg'in qarshi oladi. Andın o adamni bir quduqning yiniga ilib berib uningga: "Hozir siz bu quduqdagi suvga qarab tafakkur qiling" deydi. Odam quduqqa qarab, quduq suyida o'zining suratini suzuk ko'rib turib o'yga cho'kkan paytda o'lima quduqqa arq-arqadan tash atadi. Shuning bilan quduq suyi davolg'ib, hiliq odam quduq suyida o'z suratini ko'rolmay bearam bo'ladi. Andın o'limaga: "Siliq quduqqa tash etib tursizlar, men quduq suyida o'zimni ko'rolmaydiganman" deydi. Bu vaqtda o'lima u odamning murisiga qo'lini qo'yib turib: "Mana bu siz o'gindigan birinchi hikmatdir" deydi. Bu yerda o'limaning bermoqchi bo'lgan darsi: ko'nglingni bearam qiladigan, ruhingni bulg'aydigan ishni qilma. G'am qayg'udan saqlangin, g'am qayg'uga sabab bo'lgan ishlardan yiroq turg'in demaklikdan iborat ekan. Demak, aqlimizning sog'lom davom qilishi, ruhimizning o'z suzukligini saqlashi va ko'nglimizning o'z aromida turishi uchun g'am qayg'udan va g'am qayg'uga sabab bo'lgan ishlardan saqlanishimiz zarur ekan. Chunki aql sog'lom, ruh suzuk, ko'ngil aromida bo'lmasa, odam o'z suratini asli mohiyati bo'yicha ko'rishdan ojiz qoladi. O çağda o əsildəki özü bulalmay qaladı. Şunun bilan o özüge yarashmaydigan hareketlerini ve nalayıq qılıqlarını qılıb qoydu.